Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Xullas gapni kam qilaman va videoni boshlayman. Shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Boshladik. Salom New York, kelganingiz uchun yaxshi. Kimda birinchisi? Ha, Dana rahmat. Avval chempion Jack Della Madalenadan boshlamoqchiman. Jack Madison Square Garden'da pound for pound bo'yicha eng kuchli jangchiga qarshi chempionlik kamarini himoya qilish. Bu deyarli barcha jangchilarning orzusi. Bunday imkoniyat oldida turish. O'zing aytgan barcha narsaga erisha olishingni his qilish qanday tuyulyapti? Men sportga mana shunday katta sinovlar, katta sahnalar uchun kirganman. Men quvonaman, kuchga to'lib turibman. Bu sinovni intiqlik bilan kutyapman. Yakshanba kunini ham shunchalik intiqlik bilan kutyapman. New York tomoshabinlarining unchalik iliq bo'lmagan munosabati haqida nima deysan? Nima deding? Tomoshabinlarning sovuqroq kutib olishi haqida nima deysan? Ha, menga yoqadi. Men bunday gaplarga o'rganib ketganman. Bunaqa muhitni yaxshi ko'raman. Yakshanba kuni shunaqa atmosfera bo'ladi, yaxshi tun bo'ladi. O'tgan haftada intervyuda sen mening vazifam islomni o'z joyiga qo'yish, unga yarim o'rta vaznda muvaffaqiyat qozonib bo'lmasligini ko'rsatish deb aytganding, ammo u bilan yuzma-yuz uchrashganingda va ko'z urishtirganingdan keyin uni to'liq yarim o'rta vazn jangchisi deb ayta olasanmi? Ha, bu katta sinov. Men buni intiqlik bilan kutyapman va bu mening vaqtim. Savol islomga. Avval tomoshabinlardan boshlaymiz. Sen uzoq vaqt davomida Madison Square Garden'da jang qilishni so'ragan eding, tarix yaratmoqchi bo'lganding. Ayni paytda sen tomoshabinlarning sevimlisisan ham. Madison Square Garden'da bunday kutib olish senga qanday ta'sir qildi? Har bir kun o'tgan sari jangga yaqinlashyapmiz. Kutolmayapman. Men Avstraliyada Pertda bo'lganimda, u yerda odamlar mening raqibimni qo'llab-quvvatlashgan edi. Endi esa biz AQShdamiz va sizlar meni shunchalik qo'llayapsizlar. Senga ikkinchi divizionda kamarni Madison Square Garden'da topshirishlari qanday bo'lishini tasavvur qilganmiding? Bu mening orzuyim va men orzuga juda yaqinman. Butun professional faoliyatim davomida chempion bo'lishni orzu qilganman. Yengil vaznda chempion bo'ldim. Endi esa ikkinchi divizionda ham chempion bo'lmoqchiman. Yana 2 kun qoldi. Wayli, bu sen uchun Madison Square Garden'dagi 3-janging bo'ladi. Kamarni yo'qotding, keyin yana qayta qo'lga kiritding. Aynan shu shaharda, bu yerda qaytish qanday tuyg'u? Salom New York. Qalaysizlar? Menimcha Madison Square Garden bu mening omadli joyim. Shu sababli bu safar ham new deb aytadi. Ko'plab muxlislar bu jang bu diviziondagi kamar uchun, balki tarixdagi eng buyuk ayol jangchi maqomi uchun ham bo'ladi deb o'ylashmoqda. Bunga qo'shilasizmi? Ha, qo'shilaman. Xuddi shu savol Valentinaga. Wayli bu jang tarixdagi eng buyuk ayol jangchini aniqlashi mumkin deb o'ylaydi. Sen bunga qo'shilasanmi? Menimcha bu zo'r jang bo'ladi. Ajoyib chiqish qilish uchun bor kuchimni beraman. Tajribamni, tezligimni, kuchimni to'liq namoyish qilaman. Men bu yerga kamarni himoya qilish, o'z divizionimda chempion bo'lib qolish uchun keldim. Xuddi shu savol Dana White'ga. Ko'pchilik bu jang tarixdagi eng buyuk ayol jangchini aniqlaydi deb aytayapti. Sen bunga qo'shilasanmi? Ha, bu haqiqiy super jang. 2 divizion chempionlari birinchi raqam, ikkinchi raqamga qarshi pound for pound bo'yicha bundan kuchlisi bo'lmaydi. Savol Michael Moralesga. Michael, biz bu yerga ertaroq keldik va seni kutib, qo'lida bayroq ko'targan juda ko'p ekvadorlik muxlislarni ko'rdik. Ular bu yerga qayerdan shuncha bo'lib kelgan deb o'ylaysan? Juda xursandman. Sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz uchun katta rahmat. Kelinglar, bugun ham yakshanba kuni ham qat'iy ishtiyoqli muxlislar ekanligimizni ko'rsatamiz. Endi savol Shon Brediga. Media kunida arenada ko'p ekvadorlik muxlislar bo'lishini aytganding va bundan xursand eding. Ammo sen o'z hududingda jang qilyapsan. Shunday paytda raqibingda katta qo'llab-quvvatlash haqida nima deysan? Ha, ular bu yerda qandaydir futbol o'yini uchun kelishgan. Azg'irincha muxlislar. Lekin men Filadelfiyadaman. Bu yerga 2 soatdan kamda yetib kelaman. Shunday ekan, haqiqiy muxlislar yakshanba kuni shu yerda bo'lishadi. East Coast tarafdorlari, Philly East Coast boshladik.
Savol Leon Edwardsga. Leon ushbu jang oldida Carlos Prates mening yuragim, sening ruhing degan fikrni shubha ostiga qo'ydi. Seningcha jangda buni isbotlash kerak bo'ladi deb o'ylaysanmi yoki bu mutlaqo ustunlikni ko'ramizmi? Yo'q, men oktagonga chiqib ustunlik qilaman. Carlos hali hech qachon bunday darajadagi jangchilar bilan to'qnashmagan. Men bunga nuqta qo'yaman. Endi savol Carlosga. Sen Leonni birinchi raunddayoq nokaut qilaman degan prognozni berding, lekin hozirgacha hech kim Leonni nokautga uchratmagan. Nega aynan sen bunga birinchi bo'lasan? Men UFC hali hech kim nokaut qilmagan jangchilarni ham nokaut qilib kelganman. Masalan, Li Jingliang u ilgari hech qachon nokaut bo'lmagan, lekin men chiqib uni nokaut qildim. Xuddi shunday Jeff Neal bilan ham bo'lgan. Yakshanba kuni men uni o'chiraman va kamar uchun navbatga chiqaman. Savol Benet va Benilga. Sizlarning janglaringiz ko'tarildi. Endi asosiy kartni aynan sizlar ochasiz. Menimcha bu o'zini oqlaydi. Yakshanba kuni biz qanday jangni kutishimiz kerak? Sizlar haqiqiy fairway kutishingiz mumkin va o'ylaymanki, ikkalamizga ham farqi yo'q. Asosiy kartmi yo'qmi, biz shunchaki jang qilishni va kim kuchliroq ekanligini aniqlashni istayman. Oktagonga chiqishni sabrsizlik bilan kutyapman. Bu zo'r jang bo'ladi. Boshqa nima deyishni bilmayman. Savol Jack Della Madalenaga. Michael Bispingning jangingizni tahlil qilib, ehtimol UFC'dagi eng yaxshi bokschi aynan sen bo'lishing mumkin degan xulosaga keldi. Bunga qo'shilasanmi? Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Islom, sen nima deysan? Sen kuchli bokschilar bilan jang qilgansan. Jack bu borada eng yaxshilardan biri deb bilasanmi? Yigitlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Men bilmayman. Bu darajadagi jangchilarning barchasida zarba berish texnikasi yaxshi. Jack eng yaxshilardan biri. Men ham yaxshi zarba beraman. Kim kuchliroq ekanligini ko'ramiz. Yana bir savol senga Islom. Oldingda kamar turibdi, lekin texnik jihatdan bu jangda sen nomzod sifatida chiqyapsan. Kamarni himoya qilish emas, balki uni yana qo'lga kiritish oldida sening kayfiyating qanday farq bor? Men o'zimni hanuz chempion deb hisoblayman. Kamarni hech kim mendan olib qo'ymagan. Men shunchaki ikkinchi kamarni olish uchun oktagonga chiqaman. Carlos, bir intervyuda sen shunday deganding. Agar yakshanba kuni g'alaba qilsang, sen nomzod bo'lasan. Nega aynan sen bu sahnadagi barcha nomzodlardan navbatdagi jangchi bo'lishing kerak? Shu sahnada jangchilarga hurmat bilan qarayman. Lekin odamlar uchun bu ko'ngilochar tomosha va ular pay-per-view sotib olganda, ular spektakl ko'rishni istaydi. Nokautlar, qon, ular kimdir butun jang davomida raqibni panjara bo'ylab ushlab turishni ko'rishni istamaydi. Ular jang shouni istaydi. Men doim shuni ko'rsataman. Shu sababli g'alaba qilsam, men navbatdagi nomzod bo'laman. Shu holatda sen kim bilan jang qilishni istarding? Islom bilanmi yoki Jack Della Madalena bilanmi va nega? Men har ikkisi bilan ham jangga tayyorman, lekin Islomni tanlardim, chunki u 2 divizion chempioni bo'ladi. Uning katta merosi bor va albatta 2 kamar chempionini mag'lub etish imkoniyati ajoyib bo'lardi. Valentina, sen butun Janubiy Amerika qo'llab-quvvatlayapti. Xususan Peru, sen Urugvay turnirida boshqargansan. UFC Urugvay, Braziliya, Argentina, Chili kabi mamlakatlarda bo'lgan. Kelajakda Peruda turnirni boshqarishni istaysanmi? Albatta, men Peruni katta g'urur bilan namoyish qilaman. Chunki men 8 yil Janubiy Amerikada yashaganman va shu vaqt davomida butun Latin Amerikasini aylanib chiqdim. Urugvay, Paragvay, Argentina, Kolumbiya, Braziliya deyarli hamma joyda bo'lganman. Latin Amerikasining madaniyati menga juda yoqadi. Chunki u yerda ajoyib, chiroyli odamlar, hayratlanarli madaniyat bor. Albatta, men katta g'urur bilan u yerda turnirni boshqarardim. Shevchenko, salom senga. Vayli aytdiki, bu jang zerikarlik qilmaslikka harakat qiladi, u agressiv bo'ladi, oldinga boradi. Sen bunga qanday javob berasan? Umid qilamanki, shunday bo'ladi. Men bu jangda Vaylining eng yaxshi versiyasi bilan jang qilmoqchiman. Bu chempionning kayfiyati, eng yaxshilar bilan jang qilish. Shuning uchun aytishim mumkin, biz bu jangda qanchalik qobiliyatli ekanligimizni ko'rsatamiz va men o'zimning yuragimni oktagonga qo'yaman. Yakuniy natijani eshitish uchun. Michael bu hafta Shon aytdiki, sen uning uchun oxirgi variant, ya'ni jang olishning so'nggi imkoni bo'lgan. Shuning uchun u rozi bo'lgan. Sen bu gapga qanday izoh berasan? Tingla, jangchilar jang qilishadi. Bizga jangchilar uchun to'lanadi. Shuning uchun biz jangchilarni qabul qilishimiz kerak. Shaxsiy jihatdan men uchun ham u xuddi shunday variant edi. Hech kim men bilan jang qilmoqchi emas edi. U jangni qabul qildi. Men tayyorman. Sening yoningda shuningdek chempionlikka qat'iy intilgan odam o'tiribdi. Carlos Pratesga nima demoqchisan? Raqiblar do'st bo'la olmaydi. Bizda hammamizda bitta orzu bor. Kamarni qo'lga kiritish. Shuning uchun bu chempionlikni eng xohlovchi, bunga eng ko'p harakat qiladigan, eng ko'p yurak va jasorat ko'rsatadigan odam buni oladi.
Karl, sen nima uchun ko'proq tayyorsan? Tajribali jangchi bilan zarba darajasini sinash uchun yoki Jeff Nildagi kabi yana bir zo'r nokaut qilish uchun? Albatta, o'yinimning eng ko'zga ko'ringan qismi zarba berish. Men 16 noyabrda oktagonga chiqib, hammaga zo'r nokaut bilan zavq bag'ishlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Lekin men jiddiy mashq qilyapman. Jiu-jitsu bo'yicha qora kamarim bor. Kurashni ham rivojlantiryapman. Shuning uchun har narsaga tayyorman. Men kurashishga, grapplingda ishlashga, turib jang qilishga tayyorman. Michael, sen jangatiga 4 hafta tayyorgarlik ko'rding. Agar kerak bo'lsa, oktagonga to'liq 15 daqiqalik jang qilishga tayyormisan? Albatta. Aytdim-ku, men chempionlik jangiga intilyapman. Men o'sha kamarni olishga harakat qilyapman. Demak, tabiiyki tayyor bo'lishim kerak. Mashg'ulotda biz doimo 15 daqiqalik janglarga tayyorlanamiz. Shuning uchun men hamma narsaga tayyorman. Jang 3 raund davom etadimi yoki uni birinchi raundda nokaut qilamanmi farqi yo'q. Salom yigitlar, mening savolim Islom Maxachevga va rus tilida. Islom, yaxshimisan? Nihoyat kimdir meni tushunadigan tilda gapirdi. Men dunyodagi eng katta arenada jang qilayotganimdan juda ham xursandman. Shunday tomoshabin qo'llab-quvvatlashi bilan bu mening hayotimdagi eng muhim kun bo'ladi. Rahmat. Xalqning qo'llab-quvvatlash mavzusini davom ettirib aytganda, press konferensiya boshlanishidan ozroq oldin Chanko zalga kirganda butun arena baqirib yubordi. U press konferensiyalarni egallaydi. Yigitlar, esda tuting, u Chanko, Jon Pork emas. Chanko, uni shunday chaqiring. Sizningcha bu yigit konferensiya darajasidagi o'z o'rnini egallashga tayyormi? Menimcha u deyarli tayyor. Juda yaxshi jangchi. U mening karyeram davomida barcha lagerlarda yordam beradi va eng yaxshilari bilan mashq qiladi. Savol Islomga, agar g'alaba qilsang, UFC tarixidagi eng uzun g'alaba seriyasiga tenglashasan va 2 karra chempion bo'lasan. Shundan keyin odamlar seni barcha davrlarning eng buyuk jangchisi deb hisoblashlari kerakmi? Bilmayman. Men hozir bunga e'tibor qilmayapman. Men kamar haqida o'ylayapman. Butun hayotimni chempion bo'lishga bag'ishlaganman va hozir men orzuga juda yaqinman. Savol Jackka. Jack Islam o'z lagerda Greg Johnson rolini muvaffaqiyatli bajardi. Ular lagerdagi ishtirokni qanchalik muhim bo'ldi va sening kurashingni yetarlicha baholamayapti deb o'ylaysanmi? Ha, bu juda zo'r. Ular avstraliyaliklar va men bu jamoani Avstraliyaga qaytaraman shubhasiz. Haqiqiy kurash afsonalari Avstraliyada. Ko'ramiz hammasi qanday kechadi. Yana bir savol Islomga. Bu sening karyerangdagi 3-avstraliyalik raqibing bo'ladi. Avstraliyalik muxlislarga nimadir aytmoqchimisan? Avstraliya yaxshi joy. Men u yerda bo'lganman. Yoqdi va men bilan hisob uchun ol. Endi 4-0 qilamiz. Jack, bu jang oldidan odamlar shuncha gapiryapti. Seni mag'lub etish Islomga meros keltiradi, lekin Islomni mag'lub et sening merosingga nima beradi? Bu shu paytgacha bu nafaqat hukmronlikning boshlanishi ekanligini hisobga ol. Ha, albatta, Islom afsona. Yaxshi g'alaba senga rezyumeda katta ish keltiradi va albatta meni pound for pound reytingida ko'taramiz. Jack, keling parterda MMA'ning rivojlanishi haqida gaplashamiz. Sen amaldagi chempion, shuningdek, Cody Hayden hamkor Uilin butun Avstraliya oldida kuchli bo'ldi. Alex Volkanovski yana chempion bo'ldi. Muvaffaqiyat siri nima va buni ifodalashdan qanchalik faxrlanasiz? Men avstraliyalik ekanim bilan faxrlanaman. Men Avstraliya bayrog'ini g'urur bilan ko'tarmoqdaman. Va menimcha biz juda raqobatdosh millatmiz va bizda jangchi madaniyati bor. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishamiz. Hozir bizda 2 chempion bor va ushbu dam olish kunidan keyin ham 2 chempion bo'ladi. Savol Islom. Islom, biz sening keyingi raqibing sifatida Ilya Topuria haqida juda ko'p gaplarni ko'ryapmiz. Sen bir necha bor aytgansan, avval shu jangdan o'tish kerak, lekin hozir atrofingda juda ko'p potensial da'vogarlar bor. Shuning uchun so'ramoqchiman, agar yakshanba kuni g'alaba qilsang, birinchi kamar himoyangni kimga qarshi o'tkazishni istarding? Qara, mening ishim odamlarni urish. Yengisi kim bo'lishini Danadan so'rashingiz mumkin. Leon Edwardsga savol. Leon, ishonchim komil. Sen eshitgansan, kecha Karl Spretiz aytdi, janglarda sen qo'rqib ketasan, bosimga chiday olmaysan. Seningcha u senga qarshi jangga munosib ravishda qo'lga kiritdimi? Kuchli raqiblarni yengani uchunmi yoki bu faqat uning atrofidagi shov-shuv natijasimi? Albatta, bu faqat shov-shuv. U sportda hech narsaga erishmagan va aytganimdek, yakshanba kuni buni isbotlayman. Daniel Darishga savol. Daniel, sen juda uzoq vaqtdan beri divizionning yuqori qismidasan. Bu jang seni nihoyat titul kurashiga qaytishi uchun yo'l chiptasi deb o'ylaysanmi? Mening maqsadim doim kamar bo'lgan. Shuning uchun albatta maqsad titul jangiga chiqish va kamarni qo'lga kiritish.
Jekka savol: biz Biloga qarshi jangda sening uchun deyarli barcha takedown urushlarini to'xtatganingni ko'rdik. Islomga qarshi ham shunday qila olasanmi? Ha, albatta. Butun tun davomida 25 daqiqa to'liq. Islomga savol: